Voy voy, putib ketdi bilan. Bekchiroq yasa ekansan-ku. Qani nima ish qilyapsan? Taqsir bo'lyapti. Bekchiroq qo'ydi ekansan. Oldin qitam sening qo'shiq yasag'ini ko'rgandim, qara. Degan gul o'yayotganini ko'rdim. Sen bundan boshqa yana nima ish qila olasan? Taqsir yasalayman. Taqsim yasay olamsan? Aslilik oldin qitam, menga lozim bo'lib qolgan taqsim senlar yasab bersan bo'pti-ku. Akana var qo'yibdimi? Taqsim yasay olaysan, qo'shiq yasay olaysan, gul o'yay olaysan, yana nima ish qila olaysan? Stakan yasalayman. Stakam yasay olamsan? Voy voy, putib ketdi bilan. Bekchiroq yasa ekansan-ku. Endi sen qilding-a? Chaq-chaq hammani ko'rdim men. O'zi qildi. Sen qancha vaqtdan boshlab bo'yashni o'rganganding? 10 yosh. 10 yoshma. Hozir qancha kirding? Hozir 10. Ahmed defa qaytdim. Hoş geldin kirdingmi? Demak, ish güzel bo'ldi. Xeyli pishqamida men laqabsan sen. Bundan qo'y chiroyli qo'ydi ekansan. Ta'til topshiriqni ishlab baxtami yo'qmi? İşte Az qoldimi yo ishlamaylar? Buni yerda tashlayaptimi? az qoldi. Kechgan do'st bo'lib qoldi. Aka. Do'st bo'lib qoldik-chi-ba? Kasab qarsham to'xtab qoldi. Qulog'ingda babis olmuş tuz qo'lroq bilan bak chiqishlan qila oladi ekansan sen. Davom ettirish qilmoqmi? Ma'qulmi? Ma'qul. Aqlasa xo'sh.